Beshinchi savol. 4-davr yonaki guruhcha elementlarining umumiy elektron formulasi quyidagicha debdi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3da, 4sb ekan. Berilganlardan to'g'ri ma'lumotlarni toping debdi. Endi elektron konfiguratsiyani bu yoqqa qaytadan yozib olaman. Tushunarliroq bo'lishi uchun 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d a ekan. 3d ga a qo'shibdi va 4s ga b qo'shibdi. Mana. Endi shu yerda elektronlarni qo'shib chiqaylik. 1s dan boshlab 3p gacha hozircha bor elektronlar. 2 6 ni qo'shsa 10 ta elektron bo'ladi. 2 6 bilan mana 3s2 3p6 bilan 18 ta, demak 18 ta elektron bor hozircha. Bor. Mana bu 3d va 4slarda elektronlardan qo'shsa bu element tartib raqami kelib chiqadi. Endi ma'lumotlarni tekshirib chiqamiz. Birinchi ma'lumot A bilan B ning yig'indisi 8 ga teng yoki katta, 12 ga teng yoki 12 dan kichik. Qisqa 8 bilan 12 raqam oralig'ida bo'lsa A bilan B son element asosiy guruhchada joylashgan bo'ladi. Mana qo'yib ko'raylik. A bilan B raqami mana bu ikkitasi yig'indisi eng kichik bo'lsin, ya'ni 8 ga teng bo'lib ko'rsin. Shunda tartib raqami bu elementda 26-tartib raqami, ya'ni temir bo'lib qoladi. Eng kichigini qo'ysa temir element chiqyapti. Endi eng kattasi 12 ni qo'yib ko'raylik. A bilan B raqam yig'indisi 12 bo'ladigan bo'lsa, bu yerga 12 qo'yadigan bo'lsak, 18 ta elektron bilan bu 30-element bo'lyapti. 8 qo'ysa 26-element temir kelib chiqdi. 12 qo'ysa 30-element ruh kelib chiqadi. 30-tartib raqamli element ruh. Bu ikkita element ham yonaki guruh elementi hisoblanadi. Asosiy guruh emas. Asosiy guruh deb qo'ygan uchun birinchi javob xato javob bo'ladi. Demak, birinchi javob xato javob. Endi ikkinchi javobga o'tamiz. Agar A bilan B ning yig'indisi 8 dan kichik bo'lsa, A va B yig'indisidan hosil bo'lgan son elementning yonaki guruhcha raqamini belgilaydi debdi. Demak, xo'sh, mana bu joyga 8 dan kichik raqam qo'yamiz. A bilan B ning yig'indisiga 8 dan kichik raqam, masalan 7 qo'yib ko'raylik. 7 qo'ysa 18 ta elektronga bu 3d va 4s dagi elektronlar yig'indisi 7 tani qo'shsa 25 ta elektron chiqadi. 25 ta elektronli element bu margines bo'ladi. Demak, mana bu ikkinchisida 25 tartib raqam chiqar ekan, agar 8 dan kichik, masalan 7 sonni qo'yib ishlaganimizda. Endi bu A bilan B yig'indisi, ya'ni 7 soni debdi. Hosil bo'lgan 7 soni guruh raqamiga teng bo'ladi. Margines rostdan ham 7-yonak guruhda joylashgan element hisoblanadi. Demak, ikkinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz. A soni 10 bo'lsa, B elementi tartib raqamini belgilaydi debdi. Demak, A songa 10 qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, A soni mana bu 10 bo'lsa, B son 1 ham bo'lishi mumkin. Masalan, 3d10, 4s1 bor, ruh. Demak, bu A songa 10 qo'ysa, 3d10, 4s1 mis bo'ladi. Elektron ko'chish bilan 29-element bo'ladi. Va A songa 10 qo'ysa, 3d10, 4s2ligi bor. 3d10, 4s2lik bu tartib raqam qo'shib chiqsa 30-tartib raqam bo'ladi. Bu ruh bo'ladi. 30-tartib raqam. Demak, ruh. Demak, B songa 1 va yoki 2 sonni qo'ysak bo'lar ekan. O'zi eslar maksimal 2 ta bo'ladi. Shunda shu B soni debdi. B raqami elementni tartib raqamiga teng debdi. B son 1 yoki 2 bo'lyapti. Mana bu tartib raqamlariga hech qachon teng bo'lmaydi. Shuning uchun 3-ma'lumot xato ma'lumot hisoblanadi. 4-ma'lumotga o'tamiz. Xo'sh, A bilan B yig'indisi 10 dan 8 bilan 10 oralig'idagi son bo'lsa, 8 ham bo'lishi mumkin, 10 ham bo'lishi mumkin, oralig'idagi son bo'lishi mumkin deb. Element 8-guruhda yonaki guruhchasida joylashgan debdi. 8-yonaki guruhdagi element bo'ladi deb. Demak, A bilan B yig'indisiga masalan 8 qo'yib ko'raylik. Hozir qo'yib ko'rdik shuni. Mana bu yerga 8 qo'yib ko'rsa yig'indiga 8. Bu 26-element bo'ladi, ya'ni temir bo'ladi. Agar 8 ni qo'ysa.
26 element temir. Temir rostdan ham 8 yonak guruh elementi. 10 qo'yib ko'rsa A bilan B yig'indisiga, mana bu yerga 10 qo'yib ko'rsa A bilan B yig'indisiga, masalan 4s2 3d8 element bo'ladi. Ya'ni 28 element nikel bo'ladi. 28 element nikel bo'ladi. Demak, bu ham 8-yonak guruhda joylashgan. Demak, 4-ma'lumot to'g'ri ma'lumot bo'lyapti. 5-ma'lumotga o'tamiz. Agar A bilan yig'indisi B yig'indisi 8 ga teng bo'lsa, element metal emas bo'ladi. A bilan B yig'indisiga 8 qo'ydik mana. 8 ta elektron degani bu 18 ta bu yoqda elektron bilan 26-element bo'ladi. 26-element bu temir bo'ladi. Metal emas, bu haqiqiy metal bo'ladi. Temir. Shuning uchun 5-ma'lumot xato ma'lumot bo'ladi. 6-ma'lumot A 10 bo'lsa, B yonaki guruhcha raqamini belgilaydi debdi. A ga 10 qo'yib ko'radigan bo'lsa, ya'ni 3 da 10 bo'lsa, 3 da 10 4s birli element bor. Bu mis hisoblanadi, 29-element. Va 3 da 10 4s ikkili element bor. Bu ruh hisoblanadi, 30-element. 3 da 10 4s ikkili. Mis rostdan ham birinchi yonak guruhda joylashgan. 4s 1 bilan tugayapti. Ya'ni B son 1 bo'lsa, birinchi yonak guruh. 3 da 10 4s ikkili bu ruh ikkinchi yonak guruhda joylashgan. Rostdan ham guruh raqamini belgilayapti. Demak, 6-ma'lumot to'g'ri bo'lyapti. Demak, to'g'rilar 2 to'g'ri 6lar to'g'ri ekan. D javob to'g'ri bo'lyapti.